Assalomu alaykum, suyumlik do'stlar. Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Tövəndə huzuringlarga "Ey qadrlik o'g'lim" degan kitobning "O'g'li barning beshtik o'g'lim" degan qismini anglatamiz. O'g'li barning beshtik o'g'lim. O'g'lanim, sen qandırdıgan chanqıganlarimni, sening qo'lingda putadigan ehtiyojimni yozdim. Sen mening o'zimdan yasagan o'zimsan. İnsan o'zi qilolmagan yaxshi ishlarni farzandlaridan umid qiladi. Uning o'zidan afzal, o'zidan a'lo bo'lishini izlaydi. Ilohim, g'albam bo'lg'in, yuzimning yo'riqi bo'lg'in. Ömrümüz o'tar joy odamlar orasi. Kishilarning bir-biriga munosabati yo baxt keltirdi yoki baxtsizlik. Kunlarning birida seni ashu xalqqa ishinib topshirib ketaman. Ularga ma'qul kelsanglar, "El balam" deb bag'riga bossila, "Yaxshi balam sen balam." Elga bepisand bo'lma. Hergiz uningdan ortiq bo'laman dema. Mukofotlaringni hammaga ber. Ashularning qatorida ham menga ber deb tilab o'tdi otalarimiz. Hammani balo qazodan asra. Ashular bilan billa mening oilamni deb yukundi onalarimiz. Tilaymanki sening tilingda shu duolar yashab qolsin. Dilingda, fe'lingda shu duolar barqaror bo'lsin. O'g'lim, bala ona bag'riga bino bo'ladigan. Uning jini ichiga joylashgan jinidir. Ana o'z tomirini uzgan kabi vujudidan bolasini ajratib, ikkinchi ana vatanning bag'riga qo'ydi. Vatan uchun boy kambag'al, yaxshi yomon barobar. Hamon tapallarımızga yaksigini tutup turaverdi. Savab gunohlarini undimay ko'tirib etdi. Va inson rizqini yeb, yishini yashab dunyodan ketgan kuni vatan xuddi ona kabi uni o'z qo'yniga oladi va uni mangu bag'riga bosadi. Sana qoldirgan yagona mirosim shu vatan. Sana asırgınım, ölməski, yo'qolmasqa kerak bo'lgan. Farzandlaringga aman eson yetkizishing shart bo'lgan muqaddas omonatim, avval oxirim yana shu vatan, yana shu onam. Vatanning cho'ng kichikligi, xunuk chiroyliligi bo'lmaydi. Yaxshi farzand uning kam kusini yuziga solmaydi, taroziga qo'ymaydi. Uning yo'qi borini qilmoqqa umrini sarf qiladi. Jonlarini qo'rg'on qilib, tuproqlarga dimoqlarini besib o'tadi. Nima uchun shunday qiladi? Oxir nima uchun shunday qilmasinki? Sana ism qo'ygan, tug'ilishingni suyunchilar chechib, dasturxonlar yepib kutib olgan tuproq bu. Birinchi qitim onangni tunigan, bishkoning izlarini muhrlangan makon bu. Onangga aytilgan yar-yarlarga, otangning o'chmas yoshliklariga guvoh bo'lgan ko'chalar bu. Avlodi ajdodlaringning qabrgohlarini ko'ksiga bisib yotgan zimin bu. Shundoq ishkan, bu ziminni demay bo'lamdi. Butun mehrimni berib so'ymasam bo'lamdi. O'g'lanim, ko'rib turibsan. Ichitishim shu makon bilan to'liq. Asrab ber uni. Rozi qil bu vatanni. Seni dunyoga keltirganliklaridan umu rozi bo'lsin. Yigit, erkak degan nom unvondir balam. Erkakka bor davoziga yomonlar yo'llamaydi. Erkaklik uyning ayollarga agirilar yaqin kelolmaydi. Otam bor, akam bor, inim bor deganlarning bo'yi hamisha bir gaz egiz. Shu sabab bu büyük zimin muhafizatımı faqat onunğa işinib topshirilgan. Dunyoga darmon bo'lg'isi erkak oiladan o'sib chiqadi. O'z uyining sha'ni, or-nomusini saqlagan o'g'lan qo'shnisidan, mahallasidan uyatliq ish chiqishidan numus qiladi. Berib shahri, viloyati va millatidan nomardlar chiqsa, vijdoni og'riydigan, dili yig'laydigan bo'lib qoladi. Sen şuar qatlıqlarının qatarıda bolğun oğlanım. Qatardaki sərkəm ikənlikinge şükürlər eytay. Arqamğa qılıvatqan uçuq darvazam,
o'chmaydigan chirog'im, yiqilmaydigan imoratim bo'lsan deb sendin umidlar qilay. Davomini kelarki sandan anlag'aysizlar. Bu hikoyani huzuringlarga Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabi tayyorladi. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.